Mana bu mashinani gulshetini olganmiz. Olganimizdan old chasti bo'ladi. Katalizatori bor. Bu kichkina har doimda mana. Sizlar qotib qolgan bu. Ich uzilib ketgan. Keyin endi hamma qo'llarga ish qiladi. Apteganda qilinganlar hisobiga ikki tomondan rad qilganda qotib qolgan. Yana bu laset degan qo'yilgan. Uzunligi mana bunaqa bo'ladi. Mana bu yeniki. Bu sal uzunroq, kichikroq bo'ladi. Ozgina ashuna qo'yilsa, havo chiqishi ham zo'r bo'ladi, hamma tovoli zo'r bo'ladi. Rezinkalari ham uzilib ketibdi. Yangi rezinkamiz bor, qo'yib beramiz. Xudo xolasa. Oxirida ish bitgandan keyin qo'yamiz. Gulshetini yechish baqa oldi. 10 kislolik baqa oldi. Unutganmiz mana. Bitta nima qiladi? Zaglushkasini ko'rsizlar. Keyin mana qilib qolmabdi. So'chi bo'ladi. Mana yo'q. Shuning uchun ovoz baland bo'ladi.